Bitta narsaga hayron qolaman deb bir xilga odamlar "Men hovlidan qo'rqaman, bizga dom kerak, dom topib bering" deyshadi. Odamlar butun umr hovlini orzu qilishadi-yu. Sizga savol, dom yaxshimi yoki hovlimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Mana shu siz ko'rib turgan hayxotdek 8 sotikli hovlimiz zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. 5 xona, 4 ta podval, yana sanuzellari ham razdelniy bo'lgan xonadonimiz tinch, osuda, fayzli mahallada joylashgan. Lokatsiya qulay, bog'cha, maktab, poliklinika yaqin joyda joylashgan. Katta yo'lga 350 metr. 4 ta dona katta podvali bor, 270 balandlikda. U podvallarni xona qilib, remont qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Suv, gaz, svet, Wi-Fi-lardan umuman muammo yo'q. Gazini bosib yursangiz 20 minutda sentrda bo'lasiz. Огородida mevali daraxtlari ham bor. Eng zo'r tarafi havosi toza, musaffo joyda joylashgan. Uyimiz yozgi va qishki sanuzeldan iborat. Darvozalari ham 2 ta. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Narxini uy tepasida 5 tashab baraka qilsangiz, yana ham kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Shunday yaxshi hovlilarni o'tkazib yubormaslik uchun Arzon hovli kanalimizga albatta obuna bo'ling. Videoni 5 ta tanishingizga jo'natib, sotiladigan uy joylaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Bu hovlimizning kadastr hujjatlaridan umuman muammo yo'q.